Bobildagi eng boy odam. George Clason tomonidan yozilgan moliyaviy donolikka oid klassik kitob. Shaxsiy moliyani boshqarish va boylik orttirishning abadiy tamoyillarini taklif etadigan qadimgi Bobilda o'rnatilgan bir qator masalalar orqali pulni boshqarish, sarmoya va moliyaviy mustaqillik bo'yicha amaliy saboqlar beradigan o'sha mashhur Bobildagi eng boy odam kitobining mazmunini 10 daqiqada bilib oling. Oltinni orzu qilgan odam. Hikoya Bobillik araba yasovchi Bansir bilan boshlanadi. U ko'p yillik mashaqqatli mehnatiga qaramay, boyligi yo'qligidan hafsalasi pir bo'ladi. Bansir musiqachi do'sti Kobbi bilan birga boylik to'plash sirlarini o'rganish uchun Bobilning eng boy odami Arkaddan maslahat olishga qaror qiladi. Arkad o'zining qashshoqlikdan boylikka bo'lgan sayohati haqida gapirib, tejash va oqilona sarmoyalarning muhimligini ta'kidlaydi. U boylik orttirishning 7 ta asosiy qoidasini taqdim etadi. Ular ozg'in hamyon uchun 7 ta da'vo deb nomlanadi. Hamyonni boqishni boshlang. Daromadingizning kamida 10% ni tejang. Avval o'zingizga to'lash orqali siz boylik to'plashni boshlaysiz. Xarajatlaringizni nazorat qiling. Zarur va keraksiz xarajatlarni aniqlang. Pulni saqlash uchun ortiqcha daromadga ega bo'lishingizni ta'minlash uchun o'z daromadingizdan pastroq yashang. Oltiningizni ko'paytiring. Pulingiz ko'proq pul topishi uchun oqilona sarmoya kiriting. Xavfsiz va barqaror daromad keltiradigan investitsiyalarni qidiring. Xazinalaringizni yo'qotishdan saqlang. Ehtiyot bo'ling va asosiy sarmoyangizni yo'qotmaslik uchun tajribali investorlardan maslahat so'rang. O'z uyingizni foydali sarmoyaga aylantiring. Ijaraga olishdan ko'ra o'z uyingizga egalik qiling. Uy-joy mulkdorligi barqaror va potensial moliyaviy o'sishni ta'minlaydi. Kelajakdagi daromadni ta'minlang. Pensiya uchun tejash va uzoq muddatli aktivlarga sarmoya kiritish orqali kelajakni rejalashtiring. Pul ishlash qobiliyatingizni oshiring. Daromad olish potensialingizni oshirish uchun o'z ko'nikmalaringiz va bilimlaringizni doimiy ravishda oshiring. Oltinning 5 ta qonuni. Arkad o'g'li Nomasirga oltinning 5 ta qonunini tushuntirib berib, boylik tamoyillari haqida batafsilroq ma'lumot beradi. Ushbu qonunlar moliyaviy muvaffaqiyat uchun asosiy tamoyillar bo'lib xizmat qiladi. Birinchi, oltin, tilla, sarmoya yoki pul o'z daromadining kamida undan bir qismini o'zining va oilasining kelajagi uchun investitsiya qiladigan har qanday odamga keladi va ko'payib boradi. Oltin uni oqilona rejalarga dastmoya qilgan aqlli kishilarga naf keltiradi. Oltin himoyaga muhtoj. Shu bois ehtiyotkorlikni va tajribali tadbirkorlarning maslahatini ma'qul ko'radi. Ishbilarmon, ammo o'zi tushunmaydigan sohalarga ishlashga majburlashni tilla yoqtirmaydi. Oson boyishdek xom xayol rejalari yetib bo'lmas havaslarga boyligini sarflagan kishidan tilla qochadi. Omad ma'budasi bilan tanishing. Arkad boylik orttirishda omadning rolini muhokama qiladi. Uning ta'kidlashicha, omad tavakkal qiladigan va imkoniyatlardan tezda foydalanganlarga keladi. Kechiktirish va ikkilanish ko'pincha o'tkazib yuborilgan imkoniyatlarga olib keladi. Tashabbuskor va tayyor bo'lish orqali inson o'z omadini yaratishi mumkin. Bobil devorlari. Bu masala moliyaviy himoya muhimligini ta'kidlaydi. Bobil devorlari o'z fuqarolarini tashqi tahdidlardan himoya qilganidek, odamlar o'z boyliklarini xavf va yo'qotishlardan himoya qilishlari kerak. Bunga oqilona investitsiyalar, sug'urta va daromad manbalarini diversifikatsiya qilish orqali erishish mumkin. Bobildagi tuya savdogar. Tuya savdogar Dabazir qissasi qarzni yengishda qat'iyat va intizomning qudratini ko'rsatadi. Bir paytlar qarzlari tufayli qul bo'lgan Dabazir to'lovni to'lashning qat'iy rejasiga amal qiladi va oxir-oqibat moliyaviy mustaqillikka erishadi. Asosiy narsa bu o'z qarzlarini hurmat qilish va o'z mablag'lari ichida yashash muhimligi. Bu masala Bobilda topilgan qimmatli moliyaviy masalalarni o'z ichiga olgan bir qator loyihalar o'z ichiga oladi. Ushbu yozuvlar tejash, investitsiya qilish va pulni oqilona boshqarish tamoyillarini takrorlaydi. Ular ushbu moliyaviy tamoyillarning abadiyligidan dalolat beradi. Ushbu loyihalarda yuqorida aytganimizdek, qarzga botib qochib ketgach, qullikka tushgan, keyin qullikdan qaytgan Dabazir Babilonning hurmatli fuqarosiga aylanishni niyat qiladi. Loyihalarda oilasi yaxshi yashashi uchun ishlab topganlarning undan birini yig'a boshlaydi. Daromadining undan 7sini uyni jihozlash, kiyim yeyish, ko'ngil xushlikka sarflaydi. Xullas oilasi uchun sarflaydi. Undan 2 qismini qarzlarga to'laydi. 1 yil deganda o'nlab odamlar oldida qarzlardan qutuladi. Endi faqat o'zi uchun yashaydi. Bobildagi eng baxtli odam. Muvaffaqiyatli savdogar Sharrunada o'z hayotini Hadan Gula ismli yigit bilan o'rtoqlashadi. Sharrunadaning qullikdan farovonlik sari sayohati mashaqqatli mehnat, matonat va imkoniyatlardan foydalanishning qadrini ko'rsatadi. Uning hikoyasi shuningdek ustozlik va boshqalardan o'rganishning ahamiyatini ta'kidlaydi.
Klason Bobil haqida qisqacha tarixiy ma'lumot beradi. Uning boyligi, yutuqlari va fuqarolarning moliyaviy donoligiga urg'u beradi. Ushbu tarixiy kontekst kitobning ma'lumotlarini va uning tamoyillarining doimiy dolzarbligini mustahkamlaydi. Asosiy xulosa va tamoyillarni keltiradigan bo'lsak, birinchidan, avval o'zingizga to'lang. Boshqa xarajatlarni hal qilishdan oldin daromadingizning bir qismini tejashga qattiq ahamiyat bering. Bu doimiy boylik to'planishini ta'minlaydi. Ikkinchi, imkoniyatingizdan kam yashang. Xarajatlaringizni nazorat qiling va turmush tarzidagi inflyatsiyadan qoching. Bu tejash va investitsiya qilish mumkin bo'lgan ortiqcha miqdorni yaratadi. Uchinchi, pulingizni o'zingiz uchun ishlating. Passiv daromad olish uchun oqilona sarmoya kiriting. Boyligingizni oshirish uchun xavfsiz va foydali investitsiyalarni qidiring. To'rtinchi, bilim va maslahat izlang. Moliyaviy masalalarda o'zingizni o'rganing va tajribali kishilardan yo'l-yo'riq so'rang. Bu noto'g'ri investitsiya qarorlarining xavfini kamaytiradi. Beshinchi, boyligingizni himoya qiling. Investitsiyalaringizni diversifikatsiya qiling va kutilmagan va yo'qotishlardan himoya qilish uchun sug'urtadan foydalaning. Oltinchi, kelajak uchun reja, pensiya va boshqa uzoq muddatli maqsadlar uchun jamg'arma qiling. Bu keyingi yillarda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlaydi. Yettinchi, doimiy ravishda takomillashtirish, daromad olish va salohiyatingizni oshirish uchun ta'lim va ko'nikmalaringizga sarmoya kiriting. Bu boylik to'plash uchun ko'proq imkoniyatlar yaratadi. Xulosa qilib aytganda, Bobildagi eng boy odam qiziqarli va esda qolarli masalalar orqali ko'plab amaliy moliyaviy maslahatlarni taqdim etadi. George Clason tomonidan bayon etilgan tamoyillar abadiydir va moliyaviy mustaqillik va farovonlikka intilayotgan har bir kishi uchun amal qiladi. Ushbu tamoyillarni qabul qilish orqali shaxslar o'z moliyalarini nazorat qilishlari, doimiy boylik yaratishlari va moliyaviy maqsadlariga erishishlari mumkin. Ushbu kitobning eng muhim deb o'ylagan joylarini keltirdik. Bobildagi boy odamlarning moliyaviy bilimlaridan to'liq tanishish, moliyaviy savodxonlikka erishish uchun ushbu kitobning o'zini o'qishingizni tavsiya etamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalga obuna bo'lishni, ushbu ilmni boshqalarga ulashishni unutmang.